Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Nechinchi qavatdan necha kvadrat metrlik uy oldingiz? Xo'p, biz 6-qavatdan oldik. 58 kvadrat bo'ldi, ozginasi kam. Necha xonali? Xo'p, bizga 2 xonali bo'ldi, yaxshi, xudo xolasa. Nima uchun aynan Riverim House tanladingiz? Endi bizga qulaylik, yaqin shaharga yaqin joy, yaxshi, qulaylik zo'r. Uyda kim uchun oldinglar? Endi uyda o'zimiz uchun oldik, oilaviy, ota-onamiz uchun oldik. Qulayligi, yaxshiligiga, to'lovlari ham yaxshiligi. Boshqa to'lov qildingizmi? Boshqa to'lov qildik. 37,5 million to'lov qildik. U yog'ini shartnomani qildik. Shartnomadan keyin u yog'i har oyda 10-siga belgilab berdi. Qulaylik tarafi yana misol 2-3 kun razницasi bo'lishi mumkin. Shularni o'tkazib berishi shunaqa qulaylik sharoitlar yaratib berdi. Har holda yaxshi, xudo xolasa. Rahmat, katta qo'l bo'lsin. Rahmat.